katta tashkilot ortida uning tarixi, qadriyatlari va eng asosiysi insonlar turadi. Bugun biz yillar davomida mijozlarning ishonchini oqlab kelayotgan Garant Bankning 32 yilligini nishonlamoqdamiz. Bu nafaqat bank tarixi, balki mijozlar ishonchi, xodimlarning fidoyiligi va yillar davomida birgalikda erishilgan yutuqlarning hikoyasidir. 1994-yilda faoliyatini boshlagan Garant Bank bugun zamonaviy bank tizimiga aylangan. 32 yil davomida bank moliya bozorida ishonchli hamkor sifatida shakllanib, tadbirkorlik va raqamli xizmatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Biz mijozlarning Garant Bank haqidagi real fikrlarini o'rganish maqsadida ularga mikrofon tutdik. Valyutli vkladlar orasida Garant Bank birinchilardan bo'lib 8% vklad e'lon qilganda qiziqib kelgandi. Ishligini sifati, mijozlarga bo'lgan munosabati, qulay hozirgi sharoitlari. Samimiyligi bilan, o'z vaqtida mijozlarga xizmat ko'rsatishligi bilan menga shu bank yoqadi. 6 yil oldin ishga kelganman. Mana hozir plastik kartam tugab qoldi, yangilamoqchiman yana shu bankka. Xodimlari juda yaxshi. Omonat qo'yish, ya'ni valyutada omonat qo'yishga qiziqib kelgandim. Ilgari Savdogar bankda ham karta bo'lgan. Mana hozir Garant Bank bo'libdi. Endi garant bo'lgani uchun Adashmasam 4 yil, 5 yil bo'lib qoldi. Bir shu yerda ochuvdim, keyin boshqa bankka bordim, keyin yana qaytib keldim. Мне здесь больше понравилось. Meni qoniqtiradi xizmatlar. To'lovlari, barcha xizmat turlari yoqadi menga. Garant Bankning asosiy kuchlaridan biri bu uning professional va ahil jamoasidir. Bank xodimlari bilan suhbatda ularning aynan bu bankni tanlash sabablari, jamoadagi muhit, orttirilgan tajriba va bankning kelajakdagi rivoji haqidagi fikrlari bilan tanishdik. Bu bankda o'sish va o'zimni ko'rsatish uchun yaxshi imkoniyatlar bor. Bu yerda o'z bilimlarimni amaliyotda qo'llab, bank rivoji uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. O'zbekiston banklari bozorida o'ziga yarasha tarixga ega, birinchidan, ikkinchidan hozirgi kunda rivojlanish yangi bosqichiga chiqqanligi sababli, ya'ni raqamlashtirishga urg'u berilayotganligi sababli tanlaganman va hozirgi kunda umuman afsuslanmayman. O'zbekistondagi banklar orasida perspektivasi yuqori bo'lganligi hamda karyerniy rost juda yuqori bo'lganligi uchun. Я получила хорошее предложение о работе здесь и изучила историю банка. У него очень богатая, хорошая история, хорошая репутация. И мне захотелось получить новые знания, новый опыт. Bu yerda ishlash menga jarayonlarni chuqurroq tushunish, hujjatlar va ichki tartib, intizom bilan aniq ishlashni o'rgatdi. На самом деле Гарант Банк это очень хорошая школа. Я научилась многому, я получила опыт, я получила новые знания. Здесь у меня были очень хорошие учителя, наставники, до сих пор есть, слава богу. Я себя применила, скажем так, в новой роли руководителя. Har kuni yangi tajriba, yangi bilim har kuni yangi insonlar bilan tanishish, mijozlar bilan muloqot, murojaat bilan kelgan mijozlarni muammolariga yechim qilib berganimizda aynan menda va barcha xodimlarda ishga bo'lgan motivatsiyasi yanada oshadi. muammo bo'lgani yo'q shu paytgacha. Tavsiya qilsam bo'ladi. Endi biz solishtirganmiz, boshqa banklarda aynan valyuta vkladlari bo'yicha bunaqa foizi yo'q. Yaqinlarimga shu bankka tavsiya qilaman. Kelinglar, xizmatlari a'lo darajada. Jamoa haqida shuni ayta olamanki, bu yerda har bir xodim o'z vazifasini mas'uliyat bilan bajaradi va umumiy natija uchun birga ishlaydi. Garant Bank jamoasi zo'r, hamma xodimlar o'zini ishini ustasi, bir-biriga yordam beradigan, o'zini ishini professionallari ko'p va yangi kelgan, keyin ishlayotgan xodimlardan hech kim o'zini bilimini ayamaydi. Hamma bir-biriga yordam berib, haqiqiy jamoa bo'lib ishlashadi. Jamoamiz juda ahil, juda aktivniy. Ish jarayonida keladigan muammolar boshqa sheriklarimiz tomonidan bo'ladigan bo'lsa, biza har doim bir-birimizga qo'limizni cho'zamiz, yordam beramiz. Chunki bizada как oila bo'lib shakllangan. Коллектив на самом деле у нас очень большой, добрый, сплоченный. Мы работаем как одна большая команда.
во благо банка, в развитие банка. И я думаю, что мы такой сплоченностью, такой дружностью достигнем больших успехов. Yanada raqamlashtirilgan, tezkor va mijozlar uchun maksimal qulay xizmatlar ko'rsatadigan tashkilot sifatida tasavvur qilaman. Shuningdek, bank bozorda o'zining kuchli o'rnini egallab, mustahkamlab, innovatsion mahsulotlar orqali yetakchi banklar qatorida bo'lishini ko'raman va shu narsaga ishonaman. Bugungi kunda bankning kelajagini man raqamlashtirilgan, haqiqiy O'zbekiston bozorida o'zini o'rniga ega bo'lgan bank sifatida tasavvur qilaman. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotganligi sababli bank tizimiga ham уже bu narsalar takomillashtiriladi. Sferalar bo'yicha ham xizmatlar ko'rsatib, rivojlanib, xalqimiz yuragidan chuqur joy olamiz. Я думаю, я верю в это, что у нашего банка великое будущее, что мы будем входить в топ самых лучших банков Узбекистана. И мы, в свою очередь, верю и надеюсь, что вложим все свои силы для достижения таких целей и будем самым лучшим банком в Узбекистане. Shuningdek, Garant Bank bilan hamkorlik qilib kelayotgan tadbirkorlar bilan ham suhbatlashdik. Ular bankning biznes rivojidagi o'rni, xizmatlar sifati va hamkorlikdagi ishonch muhiti haqida o'z fikrlarini bildirdi. Hamma ishimiz tez bitadi. Har doim kelganimizda xush muomalada kutib olishadi. Masalalarimizni har doim tez hal qilib berishga harakat qilishadi. O'shaning uchun shuni tanlaganmiz. Kassa xizmatlari juda tez bitadi, keyin valyuta xizmatlari ham juda tezkorlik bilan chiqarib berishadi valyutani ham. Bizning firmalarimiz bor bu yerda, o'shaning uchun bilamiz. Hamma masalalarimiz tez hal bo'ladi. Xodimlar tezlik bilan har bitta masalani ko'rib chiqib, tezroq yechim berishga harakat qilishadi. Tavsiya beraman, kelinglar. Ketga anu shotinglarni olib o'tinglar. Men har doim tavsiya berib kelganman. Shotini olib o'tganlar ham bor. Bizga firmaga kreditlar chiqarib berishadi. O'sha kreditlarni oldima-ketinligi bilan o'sha tez jarayonda bitishi yoqadi. Faqat tavsiya qilamiz. Chunki biror marta noxush holat bo'lmabdiki, biza bu bankka yomonlashimiz uchun. Bu bank bilan biz 4 yildan beri faoliyat yuritamiz. Bu yog'iga ham 100 yilligida ham xalqqa xizmat qilishdan charchyapmiz. Bundan ham kuchayinglar, bundan ham yaxshilashinglar. Klientinglar yana 2-3 barobar ko'paysin. Faqat omad, baxt, bundan ham kuchayish, katta marralar, filiallarni ko'proq qilish hamda yaqinroq joylardan Toshkentda tochkalarni ko'paytirishlarni talab qilaman. Mijozlari ko'p bo'lsin, daromadlari ko'p bo'lsin, har doim xalqimiz xizmatida bo'lsin. Garant Bank bu insonlar, imkoniyatlar va kelajak sari ishonchli hamkorlik tarixi.